mana birinchi indikatorimizdan boshlasak, jami tovar aylanmasida naqd pul ulushining yuqoriligi. Biz bu yerda o'sha fakturalar orqali jamlangan realizatsiya summasi, naqd pul orqali kelgan realizatsiya summasi, terminal orqali tushgan summa, kimlardir marketplace bo'lsa marketplace summalari, eksport deklaratsiyalardan shakllangan summalarda o'rtacha o'sha naqd pulning ulushini indikator qilib olganmiz. Mana bizda 12 ta korxona o'sha 30-50% oralig'ida jami aylanmasida naqd pul ulushi tashkil qiladi. 27 ta korxonada 50% dan yuqori bizda naqd pul ulushi, ayrim korxonalarda 80-90% gacha boradi. Maqsadimiz shu kimdir naqd pul bilan ko'p muomala qilayotgan bo'lsa, shuni sekin-sekin oyma-oy o'sha jami aylanmadagi ulushini tushirib borishini so'ragan bo'lardik. Shuni talab sifatida qo'yapmiz. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Sababi naqd pulga sotilgan realizatsiya biz tahlillarni amalga oshirib ko'ryapmiz. Naqd pul o'zi jismoniy shaxslar bilan realizatsiyani amalga oshirish uchun chiqarilgan instrument, lekin bizda o'sha ulgurji yoki chakana korxonalari yirik soliq to'lovchilar inspeksiyasida joylashgan o'sha soliq to'lovchilardan sotib olish holatlari uchramoqda naqd pulga va naqd pulga sotib olingan tovar уже kirim hujjati bilan kirim bo'lmagan hisoblanadi, chunki chek bu yakuniy iste'molchiga realizatsiya qilish usuli hisoblanadi. Shundan keyingi o'sha zanjiri, qo'shimcha qiymat yaratish zanjirini yo'qolib qolyapti naqd pulga realizatsiya qilinayotgani sababli. Shu sababli o'sha kontragentlaringizlar, agar sizlardan naqd pulda olayotganlari bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar, baribir o'sha jismoniy shaxs emas, ulgurji savdo yoki chakana savdo korxonasi olayotganini shu korxonalardan o'sha firma ochgan holda bank hisob raqamini ochib, faqatgina bank hisob raqamidan pul ko'chirish orqali ishlashini o'sha so'rashingizlarni talab qilib qo'yayotgan edik. Biz bunda nima risk ko'ryapmiz? Birinchidan o'sha naqd pulga sotilayotgan tovarlar realizatsiyasida narxlarni pasaytirib ko'rsatish yoki tovarlarning hajmini, ya'ni soni yoki o'sha kilogramm tonnasini buzib ko'rsatish holatlari uchramoqda. Undan tashqari bitta chek summasida ham bizda muammolar mavjud. Mana o'sha ikkinchi indikatorimiz shu bo'yicha. Bitta chek summasi soliq organi 20 million so'mdan oshadigan bo'lsa, buni xavf sifatida ko'radi. Chunki biz faqatgina o'sha jismoniy shaxs olishi mumkin deb baholaymiz. Bitta chek bilan agar 20 million so'mdan oshadigan bo'lsa, biz o'shani xavf sifatida ko'ramiz. Mana misol uchun o'tkazilgan tahlillar natijasini ko'radigan bo'lsak, 50 ta korxonada bitta chek summasi 200 million so'mdan yuqori. 54 ta korxonada 100 million so'mdan 200 million so'mgacha bo'lgan oraliqda cheklar rasmiylashtirilgan. 76 ta korxonada 50 million so'mdan 100 million so'mgacha bo'lgan oraliqda, 94 ta korxonada 20 million so'mdan 50 million so'mgacha bo'lgan oraliqda cheklar rasmiylashtirilgan. Bu yerda bitta tovar narxi misol uchun haqiqatan ham 200 milliondan yuqori bo'ladigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, buni biz istisno qilganmiz. Misol uchun avtomashina misol uchun bilamiz, summasi eng kamida 100 million so'mdan yuqori. Bu yerda o'sha shunaqa qimmat sotish mumkin bo'lgan tovarlar yo'q. Asosan narxi o'sha 100 ming so'mdan 1 million so'mgacha bo'lgan oraliqda yoki misol uchun 10 million so'mgacha bo'lgan oraliqdagi tovarlarning o'sha cheklar summasi bu yerda olingan. Shu sababli o'sha bitta chek summasini yuqori summada urib yuborish holatlari bo'ladigan bo'lsa, kimdadir shu holatlarga yo'l qo'ymaslik so'ragan bo'lardik.